Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana bugun yana bir zo'r natija bilan Namangan viloyat Chortoq tumanidan Danyorbek akamiz 20 kun oldin psoriaz kasalligiga Daryo Yoqubjon akadan bir kurs lechini olib ketib, yana qo'llarda oz-moz qolganiga kelib o'zlarining rahmatlarini aytib, sizlarga da yana ulashgan holatda bu videoyimiz shu psoriaz kasalligidan aziyat chekayotgan insonlarga manfaatli bo'lsin. Qiynalayotganlar kelib shu Yoqubjon akadan davo topsin degan maqsadda bilan haqiqatni aytib shu videoni ulashib qo'ying dedilar. Qani bir o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Aka, qayerdan keldingiz? Qanaqa kasallik bo'yicha edi? Men Namangan viloyati Chortoq tumanidan keldim. O'zim avtobuschiman, haydovchiman. Men oldin shu psoriaz kasalligi bilan davolanib Toshkentgacha borganman, managa. Bormagan joyim, uchramagan joyim qolmagan. Mana shu hojaga Yoqubjon akadan davo topdim. Hozirgi kunda men 20 kunda shunchalik bo'lib qoldim. O'ta kelganimda og'ridi. Hurmatli vatandoshlar, mana ekan hojakaga kelinglar, tabobatga Chorsuda ekan manzillari. Aka, bu qo'lingizdan boshqa yerlarda ham bormidi? Oyog'imda ham bor edi. Oyoqdagilar to'la qolmadi mana ekan. To'la tuzaldi. Oldin shu oyoqlarda ham bo'lgan. O'ta og'ir holatda bo'lgan. Hozir 20 kuncha bo'ldi. 20 kunda topdim. Mana ozgina davo qoldi. Davo topdim. Ozginasiga qoldi, managa kamini olib ketyapman. Xo'p, oldin ham boshqa joyga murojaat qilgansiz? Oldin bormagan joyim qolmagan meni. Bu yerda Toshkentga borib, Toshmiyda ham davolanganman. Bormagan doktorim qolmagan meni. Yaqin 3 oy shu dard tortdim. Tushkunlikka tushib qolgan holatda edim. Hozir o'ta Xudoga shukr, minnatdorman bu Yoqubjon akadan. Siz Chortoqda qayerdan keldingiz? Ismingiz kim? Ismim Doniyor, Chortoq stansiya desa hamma biladi. Bizni dorilar sizga yaxshi natija berdi, ziyon qilmadimi hech qanaqa? Zo'r natija berdi. Hech qanaqa ziyon qilmadim. Men sizdan rahmat aytgani keldim. Salomat bo'ling. Sog' salomat. Mana shu eshigimiz ochiq, qachon kelsangiz, parhezga amal qilib turing. Sizga endi men aytganman, davosi 1,5 oy, 2 oy, 3 oygacha boradi deganman. Bir kursda o'sha sizda o'zi 10% ham qolmabdi. 20 kunda men Xudoga shukr, mana shu odamga minnatdorchilik bildirib, ertaga Xudo xolasa mana shu yerda o'zim avtobus haydayman. Minnatdorchilikni bildirgan hamda shu vatandoshlarimizga o'z ichimdagi nimalarni mana shunaqa tortib yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, kelishsin mana ekan Chorsuda Yoqubjon akadan davo topasizlar Xudo xolasa. Ustoz, shu psoriaz kasalligi qancha muddatda tuzalishi mumkin va qanday nima chora qilsa bo'ladi uy sharoitlarida? Psoriaz kasalliklari etologiyasi aniqlanmagan teri kasallik hisoblanadi asli. Buni ko'p katta laboratoriyalarda tekshiriladi. Bu ichki organlardan ham, jigar, ba'zi bir holda ichak yaralaridan, ichak shamollashlardan ham kelib chiqishi mumkin. Nasli ham bo'lishi mumkin. Buni harakat qilsa 3 oy 4 oyda taktik bilan qurtib olishi mumkin. Demakki, bu tabiiy giyohlardan sekin borsa ham yaxshi natija olishi mumkin inson. Bu bemorimizga qanday dorilarni bergansiz? Men bularga qon tozalaydigan krovocistitelni berdim. Surkaydigan dorilar berdim, yuvadigan dorilar berdim. O'ta qimmat emas dorilarimiz. Mana o'zlari ham narxini aytinchi narxini uncha qimmat emasmi? Yo'q, narxlari ham kelishilgan, juda qimmat emas. Masalan, bitta aptekaga borsangiz $100 olsangiz, bu kishidan shu $100 yetmasdan narsani olasiz, davo topasiz-da. Bu aptekadan olganingiz bugun $100 ga olasiz, 3 kundan keyin borsangiz boshqacha narsani yozib berishadi. Bu ta'sir qilmab tumanida. Yana $100 ga olasiz. Undan ko'ra keling, Xudo xolasa men sizga davo toping. Men minnatdorman shu odamdan. Faqat parhezga amal qilib yuringki, siz kelib o'sha ketayotganingizda uchrang. Men agar sharoitingiz bo'lsa, berib yuboraman bitta dorini kelganda ham gaplashamiz.
Mana bildingiz qanaqa odamligimni, Xudo xarakterimni bildingiz, to'g'rimi-ku? Ha, Doniyorjon, siz shifo toping. aytganingiz. Yerlik narsa yemang, shu narsalarni yemang. Ba'zi birozda fanta, kola shunaqa narsalarni iste'mol qilish mumkin emas bunga. Ha, Nimaiki sizni qon orqali tozalaganda bular haligi suvlar ziyon qilishi mumkin sizga. ha. Sizni Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat. Katta. Bemalol kelaylik. Xohlagan paytingizda eshikimiz ochiq. Alloh shifo bersin. Alloh.